tunda 3 yigit o'z-o'zidan uyg'onib ketadi va ular ko'zini ochganda tashlandiq binoda paydo bo'ladi. Ularni esa Gambit bu binoga olib kelgan edi. Va endi qachonki bu bolalar Gambit tayyorlagan eng qo'rqinchli o'yinlardan o'tsagina o'z uylariga qaytishadi. WhatsApp hammaga hech kimga kerak emas. Bir tiyinga qimmat. Qo'lidan bitta ish kelmaydigan odamchalar. Men sizlarni bu yo'lga bekorga yig'ganim yo'q. O'zbekistondagi eng qiyin va qo'rqinchli 3 ta o'yinni o'ynab ko'rishinglar kerak. Agar bu o'yinni o'ynab o'ta olsanglar, bemalol damoy sassiq uylarga boraverasizlar. Tayyor bo'lsanglar, boshlaymiz. O'ylashim bo'yicha o'rtoqlar, sizlar bu video qanaqa bo'lishini va qoidalarini tushundinglar. Va bo'lmasam bu videoda Sardor Stein. Morgenstern emas. Stern emas, Stein. Ma'nosi nima? Einstein. Da 150 IQ bo'lgan. Menda 165 IQ. Xo'p, ana endi kommentariyada bo'lmasa Sardor Stein bilan Einsteinning farqini yozsan, keng ishtirokchi Bobur. Alloh. Zo'rmi? Da. Maktabda shunaqa qilishardi. Men ham gapiray. Men birinchi marta umrimda kelganman bunaqa zabroshkaga. Kirishim bilan o'z qo'rqish boshladim, real. To'g'risi aytsam, men ham birinchi marta kelganman. O'ylashim bo'yicha o'rtoqlar hammanglar tushundinglar. Bu videoda nima bo'lishini va bo'lmasa endi videoni boshlaymiz. Agar tayyor bo'lsanglar, birinchi o'yinni boshlaymiz. Menimcha bu o'yinni hamma tushunadi. Charlie, sen shu yerdamisan? Albatta, u jigarim meni yonimda. Prosta sizlar qo'rqishinglar uchun mana bunaqa narsalar bilan men tayyorlab qo'yganman. Chunki sizlar primoy gaplasha olmaysizlar menga o'xshab. Xo'p, qog'oz, qalam va shag'amlarni yoqib, A dan Z gacha harflar yozasizlar va plus qilib qalamni qo'yib qo'yib, savollarni berishni boshlaysizlar. Jigar, men sizga Mana bu bola boydan beri qo'rqyapti, ishoninglar. Tayyor bo'lsanglar, bo'lmasa, Charlie, sen shu yerdamisan? So'rab olasizlar. Uni hammanglar o'rtoqlarim, o'ylashim bo'yicha sizlar o'yinning qoidalarini tushundinglar va bizga mana shu narsalar kerak bo'lar ekan. Va keyin o'rtoqlar biz bu o'yinni xuddi Gambit bratim aytganlaridek o'ynashimiz uchun bizga mana shu qog'oz kerak bo'lar ekan. Va bu yerda, agar so'z qurmoqchi bo'lsa harflari ha yoki yo'q degan so'zlar bor. Ya'ni biz savol bersak, u bizga ha yoki yo'q javob beradi. Misol uchun, masalan, bugun Sardor oladimi yo'qmi desak, masalan, ha deb agar ko'rsatsa, nima bilmadim, Sardor nima qilish kerak bo'ladi. Men o'ldiraman. Bu hammanglar bo'lmasa, hammanglar tushundinglar va ana endi bu narsa o'xshashiga yordam berish uchun biz mana bu fonarlarni yoqishimiz kerak ekan. Va fonarlar ham tako yurakchali fonarlar. Biz ayol kishi arvoh chaqiramiz shunda. Endi, ayollarga ko'proq siz yoqasiz, shuning uchun ham buni yoqishni sizga topshiramiz. Men yoqsam hozir shamlarni точно keladi. 3tamiz ham 3 ta ayol chaqirib beraman sizlarga hozir. 3 ta ayol arvoh. Men hayajonlanaman. Va men ungacha mana bu qalamlardan videoda ko'rsatilgan narsalarni o'tiraman. Ya'ni bu mana bu bo'lish kerak-da, bu mana bu bo'lish kerak. Choslar bu o'ynaydi shunda. Qayerqadir boradi bu. Nima deysiz? Boburul hozir nima bo'ladi? To'g'risini aytsam, bu narsalarga men real ishonaman, chunki ishonaman? Ozgina ishonaman, chunki kichkina paytimda akamlar bilan realni qilganmiz и narsalar o'xshagan. Paytim men realni qo'rqaman. Men bugun spokойно uxlasam bo'ldi. Va men esa qalamlarni olib to'g'rilaman. Qalam ochma deysizmi? Ochaman, nimadir beringlar. Men yana qiz chaqiraman deydi. Kim so'radi desam, ha? Charlie tezda. Mendan so'ramadinglar, ishonasizmi? Ishonasizmi siz? Yo'q. Zo'r. Nima so'ramadingiz mendan? Chunki men bilaman. Hozir yo'q deb turib, keyin qo'rqishingizni. Yo'q, gap yo'q. Voy bala! Ishonmaysan? Nimadir bo'ldi. Давай. Mashta syomkani tugataylik. Turinglar, давай. Prosta unaqa qo'yib qo'ymaylik. Qarab kerakli. Yo'q, obchilar bo'lgan yo'q. Nima ishi bor bo'lmadi, taqildi kunima. Kimdir hazillashdi deb hisoblayman buni. Oxirgi sham yoqamiz. Chunki bo'lmasam bugun Sardor uyiga bormaydi. Unaqa turmaylar. Endi unaqa yomon gaplarni gapirmanglar. Men Bobur bormaydi deng. Xo'p, bugun uyga Bobur bormaydi. Bunga qo'shilaman. Chunki men o'zimning kvartiramda turaman. Hammasi chotki, brat. Aniq qilmang. IQ'ni ishlatmang. Va o'rtoqlar biza Gambit aytgan hamma narsani qildik. Va shunchaki endi qalamlarni to'g'ri qo'yib, qani bu qalamlar bizga nima deyishini kutsak bo'ldi. Menimcha, mana bu jajigalkani qo'ysa tikka bo'ladi. Mana tur, ha? Va endi o'tirib ko'rishingiz mumkin. Biza aytilgan hamma narsani qildik. Va prosta shuning uchun o'rtoqlar bu birinchi o'yinni o'zi. Va birinchi o'yinni o'zida hozir nimadir bo'lsam bilmadim. Men ketaman. Men ketmayman. Men oxiri ishonmayman dedim, oxiriga qolaman. Nima bo'lsa ham. Men ishonaman, lekin prosta ushalib turib oxirigacha qolishga harakat qilaman, lekin nimadir bo'lsa menga like bosib qo'yishingiz shu. Stop. Biz hozir agarda bu narsa o'xshamizga keta olmaymiz. Chunki Gambit bizani qo'ya olmaydi. Va ana endi bo'lmasam, o'sha o'yinda ko'rsatilgan kerakli savollarni beraman. Boshlanishda oddiyroqdan. Birinchi savol Charlie tez, ya'ni Charlie san shetdanmisan deb so'raymiz. Va qani ko'ramiz, bu qalam qimillab ha yoki yo'qdirmikan. Va ana endi bo'lmasam, mana shu o'yinda ko'rsatilgandek kerakli savollarni beramiz. Charlie, san shetdanmisan?
Brat, ichimdan u narsa o'tib ketdi. Mana shunaqasi nima bo'ldi? Va aytdim, gamida qaq ketdilar deb o'yladim. Yuragim продолжайте. Bo'l, bemalol davom ettirsanglar bo'ladi. Men просто taksilarni qo'rquvinglar darajasini ko'rmoqchi bo'ldim. Voy, yuragim chiqib ketdi otda islar. Stop. Men yo'q degan tomonni sham o'ynayapti. Mana, qarang, hamma shamlar faqatgina mana shu o'ynayapti yo'q degan. Billah, stop, qo'rqaman, hamma boshqatdan. Charlie, sen shetamsan. Orqamizdan kimdir chiqib kelmaydi hozir? Yo'q. Xo'sh. Har ovozlar eshitilishi mumkin deyishgan. Charlie, sen shetamsan. Bu bilan nima? Bular qilmanglar. Uy! Nima? No. Stop! Qanaqasiga qarab kim dedi? Anta nimadir men ko'rdim. Ikkita ko'z ko'ringanga o'xshadi yonib. Men mashq kira olaman, real. Stop. Ne? Bu qo'rqishingdan nima olaman? Qo'rqitmoqchi bo'lmanglar. Yo'q, bu qanaqasiga bu yo'qqa qarab yurishi mumkin bu. Mana Yana. kimdir o'ynayaptimi? Kimdan narsa otdi? Men ketdim. Yomib ketyapman. Stop! Biz hali даже birinchi o'yin oxirigacha o'ynamaymiz. Shoshma o'ynab. Men qanaqa qilmaladi hozir? Bilgan. Hozir o'rtada balansga qilib qo'ydim deydi mana. Yo'q, hop, qaranglar. Sardor sizlar o'yin qilmadinglarmi? Sardor. Maqsud? Lekin bular bu yoqqa kelmadi rostdan. Hop, qanaqasiga bu o'ynashi mumkin? Yo'q, bu mayli. Men anta ko'zimga nimadir ko'ryapti-da. Manda ham ko'rindi yani. Sizlar boslar shot turib turinglar, biz borib kelamiz. Nima bor ekanmi yo'q ekan? Kim borib keladi? Men oldimda 2-3 ta odam tursin, deb faqat. No, bilmayman, o'rtada nega bular voqea bo'lyapti. Lekin o'ylashim uchun men voqea narsa emas. Hozir voqea qilamiz, baqir chaqir qilib qo'yib. Assalomu alaykum. Ha? Voy, bura! Qo'chi! Voy. Ular qo'rqitmanglar, ha? Всё, hazırlashdim, давайте. Davom etamiz. Bля. Menda yuragimda problem bor. Real hozir tipa hazilsiz cho'smi? Men bu 103 ta chaqirib ketish kerak bo'ladi agar men shunaqa ketaversa. Yo'q, bu ham mayli. Просто endi sizlarga g'alati tuyulayotgan bo'lishi mumkin, lekin bu yerda atmosfera ham bor-da. O'shani o'zi qo'rqitib turibdi. Yana bitta ko'zimizga nimadir ko'ryapti, yana men bilan baqirib qaytib kelishyapti. Men sezib ko'ryapman, chistotani, yuragim urayotganini. Просто Menda ham xuddi shunaqa. Formula 1. Va xuddi shu paytda yana videoga qaytmasak, shu yerda meni ham yuragim tez uradi. Qo'shdi. Bu nimaga? Ya ikkinchisi ham o'chdi. Voy! Okey, demak bilasizlar buni qilgani yo'q bo'lishini imkoni yo'q degan. Ya'ni bu yerda endi hammasi haga qarab bog'liq. Ya'ni mana ko'rib turibsizlar, mana yo'q taraf anaqada, ha taraf faqat jon turibdi. Demak, любой narsaga ha deyapti. Va hamma shoshmanglar. Ana endi просто voqea qilmasdan keyingi savollarni ham berib ko'raylik. Davay. To'xtanglar, hozir bu qalam no'ga qarab ketib qoldi. Da? Hozir qanaqa yo'q bo'lsa, yo'q degan bo'lardi. Значит bor. Aki 160 sizlar ishonmayapsiz. Hozir qanaqa qilib hech kim yo'q bo'lsa, qanaqa qilib mana bu no'ga tushib qoldi, keyin mana bu yerga no'li o'chib qoldi. Stop. Bunaqa siz qo'rqib ketaman. Va ana endi davayt keyingi savol beramiz. Keyingi savol qanaqa savol beramiz? Sen o'ldirganmisan, kimdir deymiz. Sen kimdir o'ldirganmisan? Okey. Hamma o'zingni so'raymiz. Charlie, sen kimnidir o'ldirganmisan? Charlie, sen kimnidir o'ldirganmisan? Eshityapsizmi? Qirqpandalar har qancha o'ynayapti. Xo'p, ana endi oxirgi so'rashim kerak, 3-marta. Charlie, sen kimnidir o'ldirganmisan? Voy! Stop. Voy, mashq o'zimiznikilar qilgan aniq buni. Просто ring bo'ldi. Hop, qalam o'ynadimi, o'ynamadim, menga shu qiziq bo'lyapti. Qalam o'ynayapti. Menga kak bu ozgina o'ynagan deyapti, tekis. Voy, bilad, noqosizlar. Ne o'ynayapti? Shami kimdir o'qiflayapti, noqosizlar. Uflamayapti, hech kim o'qimayapti. Brat, men kichkina paytimda o'ynaganman, ishonganman, поэтому menda hozir 10x qo'rquv bo'lyapti, tushunasizmi? 10x. Xo'p, demak hozir bunisi o'xshamadi. Ya'ni bunisi hozir qalam qimirlamadi. Yo'q, da. Lekin mana bu shamlar juda qattiq o'ynayapti. Mana shu Hali ham o'ynayapti. Eng asosiysi bu yerda va pishi shamol yo'q, chunki biz yopiq joydamiz. Bizda shamol bo'lishi o'ta iloji yo'q, chunki bu yopiq joy. Va hamma bo'lmasa, давайте. Bu birinchi o'yindagi eng oxirgi savol, ya'ni 3-savol beramiz. Va endi bo'lmasa, navbat 3-savolga va bu savol biz javobini kelishgan holda mana bunaqa, dahshatli savol beradigan bo'ldik. Va bu ham bo'lsa, sen bugun uchalamizni oramizdan qaysi birimizni ichimizga ko'rmoqchisan deb so'raymiz. Va qani ko'ramiz, bu qanaqadir javob beradimi yo'qmi? Lekin shamlar borgan uchib boryapti. Lekin qarang, men bitta hali yonadigan ko'p bo'lsa ham tez o'chib qolgan mana voqeaga so'rabdi. Va mana bu yo'q taraf, ya'ni har doim ha degandek qanaqadir ma'noni berishi mumkin. Lekin biz bu uchun savol beramiz. Charlie, sen bizdan uchalamizdan birortamizni ichimizga kirmoqchimisan? Charlie, sen bugun Sardor Shtaynni ichiga kirmoqchimisan? Charlie, sen bugun Bobrelni ichiga kirmoqchimisan? Va hamma ana endi sal kutishimiz kerak bo'ladi. Yo'q! Voy, brat, nima bo'pti? Aslida bu mamlakat edi. Qarang. Mana bunaqa qilib oladi. Mana bunaqa turadi, tushundingizmi? Ozgina tepib qo'yamiz, sekin o'ngga oladi. O'rtada bo'lganda siz kadrni olasiz, tushundingizmi? Получится вот так вот. Qarang. Yo'q! Voy, brat, nima bo'pti?
Aytdim-ku, yo'qda. Aytdim-ku, yo'q deb, lekin bu baqacha deganlarni mana shu joyga o'zida qo'yamiz. Qachon? Mana Yana. har bitta qachon ham qo'yaman. Qachon? Voy! Qachon? Voy! Nima qo'rqitmanglar. Va shu bilan o'rtoqlar biz birinchi o'yin o'ynab bo'ldik. Va nima deysizlar? Bu o'yinni qo'rqinchli o'yin deyishga qaraysizdimi? Ya'ni qo'rqinchli emasmi? Qo'rqinchli bo'ldi boshida, no o'yinning o'zi qo'rqinchli emas. Anta kimdir ko'ringan cho'q qo'rqdi. Siz aytmoqchisizki, biz ham turgan joyimiz qo'rqinchliroq o'yindan ko'ra. Albatta. Ko'rsatasizmi avtomda atrofni? No, davayt hozir ko'rsam sizlarga atrofimizni. Mana. No, mana shu joyda yashagan bo'lardim. Va ana endi bo'lsam ikkinchi o'yinga ham o'tsak bo'ladi. Yaxshi, birinchi o'yinni qo'rqmasdan o'yin oldinglar. Nima o'yladim? Birinchi o'yinni o'zida tugatasizlar. Bu eng oddiy o'yinlardan bittasi edi. Ikkinchi o'yinimiz Critical of Memory, ya'ni ma'naviy ongga sayohat nomlanadi. Bu o'zingizlarni yaxshi ko'rgan insoniylar yoki hayvoniylar yoki o'zingizlar o'tib ketgan yana kimdirlar bo'lsa, o'shalarni o'ylagan holatda, ma'naviy ong ostida kanal ochgan holatda ular bilan aloqa qilishga yordam beradi. Agar tayyor bo'lsanglar, boshlanadi. O'yin qanaqa o'ynaladi? Yerga dumaloq chizgan holatda atrofiga o'tirib olasizlar va ko'zinglarni yumgan holatda yaxshi ko'rgan hayvoninglar yoki insoniylar haqida o'ynaysizlar. Xayolda faqat bitta sharti bor, u inson yoki hayvon tiriklar olamida bo'lishi kerak emas. Allaqachon o'lgan bo'lishi kerak. Shunda siz xayolingizda ma'naviy portal ochgan holatda u inson bilan gaplashishinglar yoki svязь o'rnatishinglar kutiladi. Menimcha bu o'yinni o'ynashga duxinglar yetmaydi. Tayyor bo'lsanglar boshlaymiz. Va ana endi bo'lsam, gambitga ketganlar, demak 3-chi o'yinda o'ynaymiz va bu uchun bizga mana bu qo'lda turgan tuz sham kerak bo'ladi. Ya'ni tuz bilan dumaloq chizib o'shancha kiramiz va o'rtoqlar sizlar eshitganlaringdek bu ikkinchi o'yin ko'proq odamni o'zi bilan o'zi, ya'ni odam o'zining ichida bo'ladigan narsaga bog'liq ekan. Ya'ni siz miyangizda eslaysiz va o'sha xotirlar haqida. Bu ozgina qo'rqityapti. Chunki kimdir kelib turib pa deyish boshqa narsa, o'zingizni o'zi qo'yganingizda. Da, bu narsa. Haqiqatga tik qarash bu gambitona narsa. Va endi bo'lsam tezroq mana shu qo'limdagi tuzdan dori chizib olamiz. Nimaga tuzligini bilasizmi? Nega? No, davayt bu haqida kommentariyada yozib qoldirsin. Nimaga faqatgina bunaqa astral olam bilan bog'liq narsaga nimaga ko'proq tuz yoki ko'mir ishlatilishini kommentariyada aqlli odamlar bo'lsa kutaman. Va bu doirani Men o'zim chizaman. chunki Tuz ishlatishning sababini menimcha kommentariyga yozib qo'ygan bo'lsangiz kerak. Bu narsa prям qo'rqinchli o'ta. Xo'p, doirani kattaroq chizamiz va doiraning ichiga o'tirishinglar kerak bo'ladi. Chunki tuz sizlarni nimalardandir himoya qilib turishi kerak. Nimadan ekan? davayt chizinglar. Va Gambit bizga tuzdan doira chizib berdilar. Dumalog'imiz tayyor. Ana endi sizlar dumaloqning ichiga o'tirib olib, o'zinglarni u dunyoga ketgan hayvonlar yoki insonlar haqida o'ylab, miyanglar bilan maza qilinglar. Va lekin bilasizlarmi, bu hozir yasalgan tuzli doiramizga nima yetishmayapti? Sham. Ya'ni biz hozir 6 ta sham yoqishimiz kerak. 6 tami faqat? Nimaga ayni 6 taligini mana moshinam nomerini bir olishim mumkin. O'zim qo'rqayotgan paytda men shu qo'rqinchli o'yinni bo'lishini o'zim xohlayapman, lekin men bitta katta istoriyam bor to'g'ri. Qanaqa? Короче, Qanaqa? Ayting. men dodamlarni va picha hech qachon ko'rmaganman, faqat rasmlarda. Buvalarim bilan, короче, buvalarim o'tgandan oldin bittasi otam tarafdan, buvam taraf buvalarimni ko'rganman, lekin otam tarafdagi buvam bilan ular o'tishdan oldin urushib qolganman. Potom urushib Xorazmdan ketganman. Xorazmdan ketgandan keyin o'tib ketdilar. Короче, uzr so'ramaganman. Hozir mana shu o'tib ketgan odamlarni ko'rayotgan bo'lsangiz, даже ko'rgan. To'g'risi aytaman. Bu siz hech kim lekin chuqurlashtiryapsiz. Ya'ni bu narsaga xuddi rostga qarayotgandek bo'lsiz. Brat, men realni aytaman, to'g'risi realni ishonaman bu hammasiga. Xamal bo'lmasam, tezroq bu o'yinni o'ynab ko'ramiz. Давайте. Va endi o'rtoqlar, biza ikkinchi qo'rqinch o'yindagi kiraylik hammasini tayyorlab bo'ldik. Va endi hamma o'ziga xohlagan joyni tanlab olsin. Men masalan, aynan mana shu ikkita sham orasida men turaman. Siz masalan o'tdi, siz butdi. Va rovno 5 minut davomida hamma o'sha aytilgani kabi qanaqadir, bu dunyoda yo'q, lekin qachondir bu dunyoda bo'lgan odam yoki hayvon yoki dub narsa haqida eslab, o'sha eslaganda u bilan suhbatga kirgan haqida, u unga nima aytgani haqida aytib berish kerak bo'ladi. O'sha hamma tushundinglar va endi bo'lmasam ketdi. Men bilmayman hozir kimni o'ylashimni. Doridan chiqish mumkin emas. Tasavvur qiling, jim o'tiribsiz, o'ylashga harakat qilib, orqangizda bitta qanaqadir jim o'tirilganda bitta tirs qoldi. Qo'rqasizmi? Tasavvur qiling, bu yerda tasavvur joyi kalamush mushugi ham bo'lishi mumkin. Men fobiyam bor. Kalamush bilan sichqonlardan qo'rqaman. Men ularni yeganman. Va endi biz ikkinchi raundda aytilgani kabi o'zimizni o'sha xayollarimiz orasiga kirib ketdik. Va ko'rib turganingizdek, biz juda ham chuqur o'ylaymiz. Va oramizdan eng ko'p o'ylagani bu Bobrello. Yepa!
Nima bo'ldi? Brat, короче, Ko'z yoshim ketdi. Men bitta narsa aytib beraman, lekin вообще hazil emas bu. Короче, men ko'rdim, то что вот Xorazmda buvalarimning uyi, buvalarimning uyiga kelyapman, bir kirib kelyapman. Buvim o'tiribdi, har doim o'tiradigan joyda. Menga qarab, brat, qarang, menga qarab, joyidan turib, eshikni ochmayapti-da, qoch deyapti, prikинь. Qoch deyapti, prikинь menga. Bular hazillashyapsan? Нет, брат, реально. Men tushunmadim qanaqa. Va- Lekin men va- va- yon bo'lib ketdim, Va prikинь. men Bobrilo bilan tanish inson sifatida aytaman, u hech qachon bunaqa serioznik menga bunaqa gapirmagandi. Ya'ni hazillatgan bo'lsa oxirida kulib olardi deysiz. Voy, balki bu yerdan ketlaring notgandirlar. Tashlagan odammi? Da. Va hammanglar hop, bu Bobriloga bo'ldi, bilan chiqib qolmang, bratim. Cho'maydi. Что-то не то qildim bu hayotda. Nimadir xato qildim. Hamma narsa yaxshiligi bilan. Da, bo'ldi. Bobriloga podдержка qilmoqchi bo'lganlar like bossin, o'zi qarang. O'zi aslida video uchun sal kulib nadir qolamiz, lekin aslida hozir Bobrilo degan narsa bu juda jiddiy narsalar. Chunki bu bot bilan bog'liq. Shuning uchun ham janoqa buni hazilga qo'ymanglar, просто Bobriloga podдержка berish uchun kommentar har xil yaxshi gap yozib qoldiringlar. Va men ko'rgan narsa, sizlar kulgili bo'lishi mumkin, lekin rostdan shuni ko'rdim, rostini aytaman. Men mushukcham bo'lgan va u o'lib qolgan. Va men o'sha o'lgan mushukim haqida esladim. Va o'sha mushugim o'sha o'lishdan bir qonli qarshi miyav deb keyin qochib ketib qolgan. Va bizlar mushuk odam oldida o'lmaydi. Uzoqroq qochib o'shda o'ladi. Va men mushugimni ko'rdim. Va mushugimga qalaysan desam miyav dedi. Yaxshimisan dedi, yalashib qo'yganman, nima bilay gapirmadi, nimagadir miyav dedi просто. No, miyam kelgan narsa shu. Lekin agar u mushugim tirik bo'lganda, go'shtni yegan bo'lardi. Qadasham. Va qarshi men o'ylagan narsa shu. Ya'ni men qanaqadir men seriozniy miyamda konsentratsiya qilib o'ylay olmadim. Chunki men muhitdan qo'rqitdi. Lekin Bobrilo rostdan shu haqida o'ylagan. Uni bu yoq Bobrilo bugun kuladimi yo'qmi? No, реально вообще не то hisobimiz. Просто bu xayolingiz edi. Shu haqida bo'ling va ana endi Sardor nima ko'rgan aytib beradi. Va bu bilan yig'lab o'rtdi. Xo'p, nimani ko'rdingiz? Men hech narsa ko'rmadim, men brat gaplardan yig'lardim. Va demak buni qaysi modda o'xshatib desa bo'ladi? Да, конечно, o'xshadi. Men bunaqa narsani даже umrimda просто YouTube'siz emas, просто narsa kelmasdi bu hayolimga, tushunasizmi? Поэтому 100% o'xshadi. Endi bu qanaqadir psixologический Da. ga bog'liqda ko'proq. Buni astral yoki paranormal emas, buni просто psixologik deb Da, hisoblaymiz. psixologik narsa. Va ana endi bo'lmasam, finalni o'ynagan ikkinchi o'yinga navbat. 3-chi. Uchinchi o'yinga navbat. Qanaqa ikkinchi? Uchinchi o'yinga navbat. Endi 3-o'yinda nima bo'lishini bundan keyin bilmayman, to'g'risini aytsam. Va albatta o'rtoqlar, mana shunaqa harakat qilib, shunaqa emotsional narsalar qotgan uchun like bosib qo'ying va bo'lmasa endi Gambit akamiz keladilar. Uchinchi o'yin hammamiz bilgan, yoshligimizda o'ynab ko'rgan, o'ynamagan o'yinimiz Qoraqo'l deb aytiladi. O'zbekiston hamda O'rta Osiyo mamlakatlarida bu xalq og'zaki ijodida oddiygina o'yin sifatida qaralsa ham, lekin bu insonlarni ruhiy tushkunlikka, psixologik kasallikka olib kelgan o'yin. Bu shunchaki xalq og'zaki ijod emas, bu psixologik insonlarni nosog'lom qiladigan o'yin. O'yinni o'ynash uchun shunchaki tuz bilan chizilgan dumaloq, shag'amlar va hammamiz bilgan oyna. Oyna nimaga kerakligini отдельно sizlarga tushuntirib o'tirish shart emas, chunki bu oyna bilan parallel olamga olib o'tadigan jismdek qaralashadi. 3-4 ta shag'am, qorong'u xona, oyna va siz parallel olamdasiz. O'ynash sharoiti qanaqa bo'ladi? Ikkita odam teskari bo'lib bir-biriga qaraydi. O'rtadagi odam ko'zini yumgan holatda Qoraqo'l, biza keldik, sen yonimizdamisan? Iltimos bizga borligingni ko'rsat degan savollar bilan o'yin o'ynaladi. Mana bu haqiqiy o'ynaladigan versiyasi. Yoshligingizda o'ynagan o'yininglar unaqa emas edi. Tayyor bo'lsanglar, boshlaymiz. Va ana endi bo'lmasam, Gambit tushuntirgan mana shu 3-chi qo'rqinch o'yinni o'ynaymiz. Bilaman, sizlar hammaga tanish Qoraqo'l, gap bu haqida emas. Gap bu o'yin men yoshligimdan beri borligida, tushunasizmi? Men yoshligimda mana shu o'yinni mana qanaqadir qarindoshlarim birga qilgan o'ynashardi-da. Endi men qo'shmas, men qo'rqadi bo'lashardi. Va ular juda baqir-chaqir qilib o'ynashardi. Va o'sha xotiram elimda qolgan va shu uchun ham aynan mana shu Qoraqo'l o'yinini men finalli o'yin qilib qo'ydim. Va ana endi bo'lsa shu o'yinni o'ynaymiz. Gambit aytgandek, siz bu yoqqa men to'g'riga qarab, Qoraqo'l chaqirishimiz kerak. Qoraqo'l bilasizmi degani? Ko'zga faqat qorong'idan Qoraqo'lni o'zi ko'rinadi. Yo'q. Agarda o'yin rost bo'lsa. To'g'riga qarang. Siz bu yoqqa to'g'riga qarang. Mana bu boshlarni qarang. To'g'riga qarasizlar, basharga chiqib. U mayli, mana aytinglar sizlar. Va sizlar kimga qarab turgan bo'lsanglar va ana endi men mana shu oynaga qarab o'sha qo'rqinchli gaplarni aytishim kerak ekan. Brat, atmosfera yonbotdi, prikинь. Narsalar uchib ketyapti yonimizdan. Bo'l, ket. Ket bo'l. Va ana endi o'rtalama oynada o'zim ko'rib turibman va ana endi o'sha Gambitga ketgan gaplarni aytishim kerak. Va bu gaplar Qoraqo'l, san oldinga kelding, o'zingni ko'rsat. Qoraqo'l, san oldinga kelding, o'zingni ko'rsat. Qoraqo'l, san oldinga keldik, o'zingni ko'rsat. Ana endi faqat jim turish kerak. Mana o'sha. Voy, bular! Men bu yiqib tushdi. Ya, bular hazillashinglar. Bu cho'tda uyushtirgan narsami? Bular, voy! Bo'zda, brat, men hozir nima his qilganimni даже aytib bera. Brat, stop. Voy, o'ynadi. Bo'l, akalar, просто.
Просто ketish kerak, просто ketish kerak, bratom. Sizlar mana shu qo'rqitasizlar. Men bilet qo'rqityapti mani. Nima bo'ldi? Siz qilinglar o'zini. Sizlar bu yugurib ketdinglar-ku. Oyna qimirladi bilet. Sizlar ko'rmadinglar. O'ynaldi. Ha? Menga hozir rosa refleks bo'lib Yo'q, tashladingiz qani? stop. Voy bilet men qo'rqaman, tezda ketinglar. Sizga nima bo'ldi? Nega bunaqa yiqildingiz? Men просто uxlab qoldimmi, nimadir bo'ldi. Bile, o'sha o'rtada biz sirli narsa emas. Ne bilmayman, bu hozir aldatdim yoki men qo'rqishdan qo'rqdim, krossni shaqam bilmayman-u. Lekin nima bo'lsam sizlar like bosinglar, kommentariyada yozinglar. Ne uchinchi o'yindan o'ynadik va agar siz va mana bu harakatdan ishonganda o'xshamaydi deyish qiyin, lekin o'xshadan demaymiz. Va hammanglar o'rtoqlarim, короче, просто kelinglar. Sizlar kelaveradi, men sizlardan qo'rqaman. Sizlar nimadan qo'rqasizlar? Короче, o'rtoqlar, biz tushunish uchun, menimcha boki bolalarni qo'rqityapti, yoki krossdan biz bilan g'alati narsalar bo'lyapti. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham, agar sizlar mana shu videoda 30 ming like qilsangiz, biz mana shu videoni kechiktirib olamiz. Va bu safar, kelmang, iltimos. Menga nima bo'ldi? Aytib bering. Nima bo'ldi? Mana buni qaranglar. Va bilinglar sizga nima bo'lganda, siz aldayapsiz ani. Sizlar maza qilgan bo'lishinglar mumkin, lekin men maza qila olmadim. Bular keyingi qismida bunaqa o'yin kulgu qilib, bir-birini ustidan prikol ishlab yura olmaydi. Hali ikkinchi qismida bundan ham qo'rqinchliroq narsalar tayyorlab qo'yaman. Baginali. Lekin o'tir ikkinchi qismida biz o'ris mozorda shunaqa narsa qilishga harakat qilamiz. Nu, da o'ris mozorda sal vaqt bo'lishi mumkin. Nu, qisqasi ham qo'rqinchli joyda bo'ladi. Shu uchun albatta videoga like bosing, 30 ming like va mana shu video sizlarni kutadi. Keyingi videoda ko'rishguncha.